Assalomu alaykum hammaga. Yana bir ko'prikdan o'tyapmiz Angliyada. Kengligini qaranglar, juda ham keng ekan daryo. Hatto ikki yonboshi ko'prikda mana piyodalar hamda velosipedlar yurish uchun joylar ham bor ekan. Malades. Lekin suvlarda ekan. Mana shu yo'ldan borsa deyarli magazinda oldin chiqamiz ekan. Mana bularni uychalari. Qaranglar, ixcham bir 8 metrga 4 metrga 2 tash qilib qo'ygan, cho'tki qilib. Yashayapti. Bana yani 10 metr değil. O 10 metr çıkmıyor yani 8 metr. 9 metr. Abi yağı kak öyle dom. Bizde eski domlarımız var. Şu domlardan ekan başta. Mana Angliyada havo ayniq. Yomg'ir yog'ib turibdi. Angliya ko'chalarida ketyapmiz mana. Endi rosa quyosh rosa charaqlab chiqib turdi, keyin shunaqa ham yomg'ir yog'di. Undan keyin bir qarasam 2 kilometr yaqinroq joyda Aldi supermarket bor ekan, shunga borib kelay, meva-cheva tugab qoldi deb boraman deb turib chiqsam, uje yana yomg'ir bulut birpasda keldi. Yana yomg'ir yog'ishni boshladi. Mana shunaqa hayot bularda. Biz bu yerda yuramiz. Bizga yaqinroq bo'lishi uchun